Dasturimiz davom etadi. Issiqlik elektr stansiyalari aksiyadorlik jamiyati mamlakatimizdagi 80% dan ortiq elektr energiyasini ishlab chiqaradi. O'tgan yili jamiyat o'z oldiga qo'yilgan vazifani 110% ko'rsatkich bilan muvaffaqiyatli bajargan. Bu haqda poytaxtimizda o'tkazilgan jamoatchilik kengashida aytib o'tildi. Xo'sh, yig'ilishda yana qanday masalalar muhokama qilindi? Bu haqda muxbirimiz Mirzolim Rustambekov batafsil so'z yuritadi. Yig'ilishda ta'kidlanishicha, 2025-yildagi yirik loyihalardan biri Tolimarjon issiqlik elektr stansiyasi aksiyadorlik jamiyatida 1065 megawatt quvvatga ega yangi bug' gaz qurilmasi hamda Yunusobod tumanidagi 4-sonli issiqlik markazi hududida 100 megawatt quvvatga ega zamonaviy gaz porshin elektr stansiyasi ishga tushirilgan. Ayni kunlarda esa Navoiy issiqlik elektr stansiyasida 650 megawattga ega 3-sonli bug' gaz qurilmasini qurish ishlari davom etmoqda. Shuningdek, poytaxtimizda markazdan uzoq joylashgan aholini issiqlik energiyasi bilan ta'minlash maqsadida Sergeli tumanidagi O'zgarish mahallasi hududida yangi energiya tejamkor kogeneratsiya qurilmasi barpo etildi. Bu yerda 2,3 megawatt elektr energiyasi ishlab chiqarishga ixtisoslashgan gaz porshin qurilmasi hamda 10 gkal issiqlik energiyasi ishlab chiqaruvchi ikkita qozonlar o'rnatilgan. Bu orqali issiqlik tarmoqlaridagi yo'qotishlar 90% ga kamaytirilishiga, qo'shimcha ravishda yiliga 18,4 million kilovatt soat elektr energiyasi va 46 ming gkal issiqlik energiyasi ishlab chiqarilishiga hamda 220 million kub metr tabiiy gaz tejalishiga erishiladi. Ayni paytda xuddi shunday loyihalar poytaxtning 7 ta Yangi Hayot, Yashnobod, Uchtepa, Mirobod, Shayxontohur, Mirzo Ulug'bek va Yunusobod tumanlarida ham bunyod etilishi rejalashtirilgan. O'zimizga maqsad qilib qo'yganmiz, o'zimizning quvvatlarni yangilash, bir qancha invest loyihalarni amalga oshirish. Buning natijasida ketma-ketlikda eski quvvatlarni ishdan chiqarib, 400 gram, 350 gram shartli yoqilg'i sarflaydigan energiya uskunalarni chiqarib, 220 gram, 200 gram yoqilg'i sarflaydigan loyihalarni amalga oshirishni oldimizga maqsad qilib qo'yganmiz. Issiqlik elektr stansiyalari va markazlarini 2025-2026 yillar kuz-qish mavsumiga tayyorlash maqsadida jami 35 ta energiya qurilmalarida ta'mirlash ishlari amalga oshirildi. Natijada energiya qurilmalarining mavjud quvvati 59 megawatt hamda qozon qurilmalarining ishlab chiqarish quvvati 45 tonna soatga oshirilishiga erishilgan. Stansiyalarimiz qish mavsumida uzluksiz ishlashini ta'minlash maqsadida har bitta tizim korxonasida 24 soatlik shtab faoliyati tashkil etildi. Har bitta korxona avariyaviy brigadalar bilan ta'minlangan bo'lib, kelib chiqishi mumkin bo'lgan favqulodda holatlar o'z vaqtida belgilangan tarzda bartaraf etildi. Qish mavsumiga borib jami 30 ta energiya bloklarida mukammal va o'rta ta'mir ishlari amalga oshirilib, bu ta'mirlash ishlarining natijasida mavjud quvvatlarimizni 20 megawattga tiklab, bu ishlab chiqarish imkoniyatini qariyb 100 tonagacha oshirishga erishdik. Katta to'rtlik auditorlik tashkilotlari sirasiga kiruvchi Deloitte Xalqaro auditorlik tashkilotining tegishli xulosalar olinganidan so'ng, joriy yilning 16-martida Fitch Rating xalqaro reyting agentligi issiqlik elektr stansiyalari aksiyadorlik jamiyatining xalqaro indikativ reytingini BB barqaror darajada saqlab qoldi. Jamiyat faoliyatida ijtimoiy va ekologik mas'uliyatni ham oshirib borish natijasida xalqaro ESG reytingini ham qo'lga kiritgan. Mirzolim Rustambekov, Abdulhadab Vahobov, Hududiy informatsion tahliliy dasturi uchun